Assalomu alaykum guruhlar. Men 8 yoshli qizimni enrez va gijjalari sababli sog'lomlashtirish Glyuhab-Live'ning sog'lomlashtirish klinikalariga bordik. Bu yerda bizni Gulchehra opani o'zlari yaxshi munosabatda kutib oldilar va zinda apparati yordamida qizimda lyambli va karlik va gijjalari borligini aniqladilar. Va birinchi kurs etapimizda gijjalardan batamom xalos bo'ldi qizim. Ikkinchi etapimizda siydik yo'llari shamollashlari bilan ishladilar. Uchinchi etapimizda enrez nuqtalari bilan ishlab bolamni sog'lom hayotga qaytardilar. Buning uchun minnatdorchilik bildiraman. Avvalambor Allohga shukr, Gulchehra opani sababchi qilib qizimni dardiga shifo berganligi uchun va Gulchehra opaga ham rahmatlar aytaman. Menga o'xshagan qiynalib bolasini qayerga olib borishni tuzatishni xohlayotgan onalarga esa tavsiya qilib qolaman. Kelinglar, bolangizni ishonchli va tez, yaxshi muomalali, shirin so'z Gulchehra opani klinikalarda davolab sog'lom hayotga qaytaringlar. Rahmat Gulchehra opa, ilohim qo'lingiz dard ko'rmasin, ishlaringizga omad.